Assalomu alaykum azizlarim. Bugun ko'pchiligingizdan kelgan savol, uchinchi shaxs hayotingizdan chiqib ketadimi? Bu общий расклад. Niyatingizni oldim, shifoli uchirim bo'lsin. Ekranga yaqinroq o'tirib, ichingizdagi insonni o'ylang, ko'z oldingizga keltiring. Aqlingizdagi inson bilan uchinchi shaxsni hozirgi munosabatini ko'ramiz. Aqlingizdagi inson uchinchi shaxs bilan o'rtasida tashqaridan qaraganda hamma narsa yaxshi, chiroylidek bo'lishi mumkin, ammo ichkarida esa vaziyat mutlaqo boshqachaligi ko'rinmoqda. Ularning munosabatlarida hozirda bir-biriga shubha, gumon, ishonchsizlik va sovuqqonlik boshlangani, aqlingizdagi kishi uchinchi shaxs bilan birga bo'lganida esa ichidan baxtni his qilmayapti. Aksincha, xatoga yo'l qo'ygani va ruhan charchaganligini aytmoqda. Bu yerda yana nima deyapti? Ya'ni u yerdagi energiya allaqachon so'nib boshlagan. Endi ko'raylikchi, aqlingizdagi inson, ya'ni uchinchi shaxs qachon, qanday ketadi? Uchinchi shaxs hayotlaringizdan qanday ketadi? Sekin asta emas, sekin astalik bilan emas, balki to'satdan sodir bo'ladigan voqea yoki kuchli janjal sababli ketadi. Yaqin kunlarda, taxminan 2 yoki 3 hafta ichida, yo bo'lmasa oyning oxirida ketadi. Uzoq vaqtdan beri yashirib kelgan qandaydir sir, yolg'on fosh bo'ladi. Juftingiz uchinchi shaxsni asl niyatini va yuzini ko'rib oladi. Bu yerda shular haqida aytmoqda. Ularning o'rtasida barcha aloqalar bittada kutilmaganda muzlaydi va uziladi. Uchinchi shaxs ortga qaytmaydigan bo'lib munosabatdan uloqtiriladi. Yakuniy natija va sizni ko'raylikchi. Uchinchi shaxs ketgandan keyin sizning munosabatlaringizda qaytadan yorug'lik kiradi. Juftingiz o'z xatosini, sizni, asl qadringizni va unga toza sevgingizni tushunib yetadi. Siz ko'p, nima desam, ko'z yosh to'kkan, siqilgan kunlaringiz ortda qoladi. Bu yerda ortda qolish haqida va sabr qilishingiz haqida aytmoqda. Munosabatlaringizda agarda siz yana davom ettirishni istasangiz, yanayam mustahkamroq, haliroq poydevor ustida quriladi. Koinot siz tarafda demoqda. Faqat biroz sabr, o'zingizdagi ishonchsizlikni yo'qotmasdan kutishingiz kerakligini kartada aytmoqda azizlarim. Agarda bu raskladimiz sizni yuragingizga yaqin olgan bo'lsangiz, vaziyatingizga to'g'ri kelgan bo'lsa, like va komment yozishni unutmang. Keyingi ochirimlarda ko'rishguncha